Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mashinamiz Yeshka E-Class 214 2024 model 2024-yil 9-oy chiqqan. Yurgan masofasi atiga 3181 km. Bu mashinaning Koreyadagi narxi 64 million won atrofida. Sal turib dollarda yozib qo'yaman narxini. 64 million. Bismillah deb o'tiramiz. Komplektatsiya Avangard akalar. Mashina yangi 3000 atiga 3000 qanchadir kilometr yurgan. Rolga o'tirdim. Knopka start stop. Mashina yoqildi. Ichidan uncha go'zal ekan. Juda go'zal ekan. Ambiyentni lampalarni qaranglar. Ayniqsa mana shu monitori juda ajoyib joylashgan. Eslatib o'taman, bu avtolar O'zbekistonga rastamashkasi arzon chiqadi. Chunki 2lik motor. Yili yangi. Mashina minimal stilda qilingan. Ortiqcha narsasi yo'q. Kalitlari. Polni paket. Orqamga o'tirib turaychi, orqaga. Orqaga o'tirdim. Anchagina joy bor oyoqlar uchun. Tepa panorama, lyuk, ikkitalik lyuk. Xullas, go'zal mashina.